Assalomu alaykum kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bugungi video kredit va mashinalarning narxi haqida va modellarida bittalab price listda ko'rsatib aytib o'tib ketaman. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsiz. Birinchi modelimiz NMR 77 modeli. Bu modelimiz 473 million tentligi, 475 million furgonlik va 442 million shassi variantimiz. Bundan keyin NPR 75 modelimiz. Bular 5 tonnali model, lekin kitobda 3,5 tonnada belgilangan. 569 million furgoni bor, 559 million tentovkasi, 553 million bartovoy holati bor, shassi holati bor 519 million. Bular 5 tonnali salyarkali model hisoblanadi. NPR 75 modeli. NPR 82 modeli o'sha mashhur, hamma bilgan, hammani ko'nglidan joy olgan degan bo'ladi. Bu model gazli modelimiz. CNG 664 million furgonligi, 660 million tentligi, bartovoyi bor 654 million, samasvali bor, hammaga qiziq bo'lgan, hamma talab kuchli model bu modelga. 719 millionlik modelimiz samasval. Bu zavodskoy gazli. Bular ham zavodskoy gazli ham xarakteristikasi bo'yicha 3,5 tonna yuk ko'tarish qobiliyati bergan. Faktiski shu 7 tonna, 8 tonna bosishadi. O'zimizda xalq bilasizlar, o'zbeklar. Va undan keyingi modelimiz yangi model NCR 90 modeli. NCR 90 modeli bu 5 tonnalik model hisoblanadi, ya'ni kitobida ham 5 tonnali model. Bu nimasi tomonlama 5 tonnada belgilangan. Buni ramasiga 60 cm qo'shilgan, ya'ni kubaturasi обычный 5 tonnaliklar 20 kuba bo'lsa, bu 24 kuba. Bu narxi furgonligi, oddiy furgonligi 625 million, bartovoyi bor 615 million, tentovkasi 620 million. Shassisi bor 558 million, rama qo'shilgani 554 million, rama qo'shilmagan. Bu rama qo'shilmaganini sizlar samasval, asinzator shunaqa maxsus texnikalar qilsangiz bo'ladi. Bu rama qo'shilganiga furgon tent qilib kubaturasini katta qilsangiz bo'ladi. Bu esa samasval modelimiz. Samasval modelimiz 681,5 million. Ya'ni o'sha mashhur NCR 90 dagi salyarkalik, havo tormozlik shu modelimiz. Kitobida ham 5 tonna deb yozilgan bu modelimizni. Va shundan so'ng 10 tonnali modelimiz keladi. FVR modeli, ya'ni 34, 899 million furgoni, tentovkasi bor 897 million va bartovoyi 885 million. Shassi holati bor 849 million. Va samasvalimiz bor 10 tonnaligi 915 million narxi. Shu haqida ma'lumot bermoqchi edim. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsiz. Telegramdan aloqaga chiqing, nomerlar qoldiraman, telefon qiling. Yana qanday qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Maksimal darajada hamma modellarni tayyor holda chiqarib berishga harakat qilamiz. Tez va eng oson yo'li bilan, ya'ni kredit yo'lini sizlarga maslahat beraman. Kreditimiz qay tarzda bo'ladi? Aloqa bank bilan hamkorlik qilganmiz. Aloqa bank Samarqand film zavodi o'rtasida hamkorlik qilingan va qanday shaklda kredit olsangiz bo'ladi? Bosh to'lovni eng kamida 25% qilib bersangiz, shunda 22-19% dan 3 yilga olsangiz bo'ladi. 4 yilga 23.99, 5 yilga 25.49. Agar 36% qilib bersangiz, mana foizlari yozilgan. Agar 50% qilib bersangiz, 20-19%, 22.49 4 yilga va 24-29 5 yilga. Hurmatli kuzatuvchilar, mana eng zo'r kredit sistemasi mana shu bo'ladi. Boshqa banklar so'rab surishtiringlar, 29-27% dan kam yo'q. Aloqa bank bilan so'z o'rtasida kelinglar, avtosalonimizda kutib qolamiz. Yana qanday savollar bo'lsa, kommentariyda yozishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kutamiz. Hamma modellar tayyor, maksimal darajada harakat qilib, bir kunga qolmasdan kreditlarni chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.